Ma'lum bir shaharda bir hadimiz izlabdi meni. Qarafkan, mening bir o'g'lim bor. 10 yilning oldida mıshtaq bir bosh chayqash kommunisiga o'xshash mıshtaq bir kayib qilgan dorini ko'p miqdorda uzun mezgil iste'mol qilganlikdan zaharlanib, bo'yantirib, yig'ildigan bo'lib qoldi pay. Shu sababdan bunda peqirib to'lg'indi beshiri. Peqirib o'tir ekanda qallini. Ilaqa bo'ynima yemaq bir kaptalar bor. Donchi ichib bersa, jiddiylish bo'ynima maymaq ketib osmonda cho'qalaydigan. Ashdan o'sha yo'qopdi-da, gapga qarsam. Ha, desam. Shundan bu o'lmadi deb bultun o yağız. Ey balam, bu boyna maçta qanda o'linsa, sana tek baldırlık qılamiki, ma boyanını onşap ananiki o'lin. Ya o'lensem mi o'linme, o'lenmesem mi o'linme. Mening boynum onşalmay ki. Mening o'lengim badı, turib qoldi. Shu dadisilar maslahatlashish, bu inson bo'lganki buningda muhabbet paydo bo'ldi. Bo'pti, o'lab qo'yaylik buni deb bir izda so'ra qilib bir jitim qizdan birini topdik. Atanisi yo'q mamasini oldi cho'ng. Shundan o qizlar to'yini qilib qo'ydik. Shu to'y kuni kechda yototdiq soat 10-11 bo'lgan mezgil bo'ldi. Qiyoch javob ketdi-da o'yladi. Yugurib to'shayni tatirkib shu yevilani chiqdi. Voy nim bo'ldi? Yiliq qiz degan oyoqda o'tirdi. Vulingda mushmushini tutib qondiga iqodi. Ey nim qildi? Nim qildi? Ey juvay nima nim qildi qaqning qizni? Baya ama oğlum qarasam nim deyjinim bukib yiliqqa abba qilib adab ular kamamdo kelgandiki va pi tortishiblar shu piqiriblar qonli qo'ygan gapda qapoqqa yiritdi. Voy Allah dedik opirib oltijib tutishdatib bu qiz ketdi. Va biz araka bu qapqib yeribatdi bek o'tib qo'yma bo'ladi. Shuni bilan balam dedim. Balam bu ishning ishi mana mashta bo'lmoqchi. Başta ben bu yana onşuqluq. Bu biz qilib qo'ygan ish emas. O'zingizning sho'qligidan ko'ring. Hay balam, uyan esqatmaydi. Qo'ngizni 5 yerdan qising. Turkingiz bek qopab ketsimi, bir chiroylik o'ynang. Men o'yin deganning muncha bunda yo'li bor desak, anglamadingiz. Mana mashta bo'lmoqchi. Endi buni o'ngshab qilamiz bu yanni. Fukam sana nimiday unamdaylıqı juvaynimanku yana o'lma dedi. Bizgacha bir 10 yillik dedi va biz 10 yillik yaxshi tatbiqat kunimiz yo'q, ko'rmagan kunimiz. Tomoq yeyishmi bizga bir zulm. Qarabasa deb turay. Mush tomoqni oldiga ekilmay qarafkim. Lag'man etib keldim deylik. Mush lag'manni choynab yutibetkicha bizning ko'zimiz to'tdamush bolaga. Agar shunda qıtla ağzıga ekirgen çağdılar pi tatıp piqirtip ekep yügep otu demesmi tamakni? Yeli qarsak boynumuzga yugishib qo'yatgan, yeli qarsak beshimizga yugishib qo'yatgan. Vay bir kuni bir go'shna etdim. Vaqt qo'yib ketdi bu go'shnangimcha tamak vaqti. O'zimga kechikib qopdim. Shuni go'shnaning tobidan elishim qilib moy eqib turibdi-da, qiziq bu. Voy men yavrim qo'nsqim ichib ketdi appa deb. Kassa tishga. Voy deb turdik bo'lmasa. Pi tatiplaylık ciddiçilik piqirtip ekep itip dadis taz bir şey faynak başta pakkiz paqirab turdi başqil çaplaştıyla qizdiq mayda qo'shna voy da baş bu vaqt jib ketamiz yiliq suv ko'pirib necha kun dadi tatib ketdik kulib ketaman qaqaqlab qarabka bas chaqda voy yumur astag'firullah sen boshlatsan qo'ngli qisqalab saqayganda qilaylisak unimay yana joyliq qildik. Bo'pti-da, qo'shni o'g'limlar bilan surishtirib qilib bir qalasal joyida emas bir qizim birini topdik. Olamsasak, olama dedi. Asan ola deb o'ylab qo'ydik. O qizning bir gap o'shiq gapimi yo'q. Bir kun qarsam 10 qopqini yer yutdi. Baqilma deb yod dedik. Bir kun qarsam so'ng qopqini yerib chiqdi. Hey bolam, bu kishning bolasi u qizning bir yig'iz gapi yo'q-da. Ishchi mag'rib ketdi-da o'zimning. Shundan bo'lma diqqat qil, bu bo'lma deb bo'lsak, bir kun burun qopmoq qonshoni ezib ketdi qizning. Mana juvayn maksara sana bu qaqning bala vaqsima igisi bor deb o'zimiz operativ qizga o'zi g'arliqni qo'yib. Bo'ldi endi quvonliq qiz desak, ham jim turamiki desak. Yaqinda qara. Bir qizni tepdi o'zi. Appa men o'lmam qizni topdim deb. Bu kim qizga bo'lsak, voy palanchining qizi kema o'lmadi. Qarsak u qizma munda o'ng'a atdi beshini. U qiz munda so'ng'a atadigan qizga qara. To'dayli bunu nereden taptın bunu? O to'g'ri tonuşup kaldım. O'linmamiş kızda. Olma. Şun çoğunlar bilan nim qilib kelishib qoldik, bu ish pishib qoldi. Bo'pti, o'ylansang o'ylan deb buni o'ylab qo'ydik.
Şu toy günü keşte ekeldik bu kızını yetkep. Şu dadı söylep uydu yata alamda qara bu nemiş çıqa. Bu sarang ongu yegep kalassa. Bu kız songu yegep assa ağız bunu degenni tüp düz koytayımı bu işkisi bir-birinin ıldayımız. Däbdi bu qandağıp bu kolladı däb bu işkisi tam. Tam mayaqtın tam. Hem bu suyumu däb. Vay bu qandağıp ketdi bir kırpak aylayıcı mı? 9, 11, 13 köp ketdi. Cimmidi däb bu işler. Bu normal emas däb. Biz bir qiyatçıya çıkış gerekti. Şunun işini qalqsaq cim. Yana qalqsaq yana cim. Yana qalqsaq yana cim. Ey bamı dedi hadi sen buzaq işine dedim. Buzuplu kiriyordum. Qorsaq yedi yotudu. Baya bu endi mening balam 10 yil məşq qildi da bu kollaytib menda qilib. Bu yan uzrab ketdi qarama. So'zli yegan ekan bu qizning mushuni. Ma qiz so'ngga yetibdi, ma o'ngga yetib söyleme deb. Ma to'lg'inib, yug'ish bo'g'ilib qopdi shikisi. Bu ne? Yadi yotidi işte qartildi. Yeli qiladigan peqirtib voy yig'lab ketaman sog'inib qo'ydi xotinni ichida balam bu demakagilek ay bu nima işte shu ajitib o qizni boshqa uyga chiqib bugunchi boshda yetib turib ertamasdan teshak o'roq qutuldirib oldi qarajirib qap shuni bilan bu turmush qurib bir hafta o'nkin uy tutdi deymiz chiqish ketib to'lg'inib bo'g'ilib qolgan bo'ldi uma eplashmaydi qarajirib qap şu zabi turdu çan tutmayıp bir para kıtarsam bir sakayganda bir kotasına bu tolgunup bu baştan kallayıp bu nemi dat asa daybancını kap çok kıpırvatamsa dati bunda kısa kapçayı tancımı rosmo digen gaptırın dayman da ama külgüm ki git barda mina Cinim ben özlükümden emez roskiye kotamsa rosıl daygayla kalın bu konu ama boynuna gips koysan olmam da aşkısın ki. Rosçumufkam gips baksa koptu ki. Gips bakaylı mı ya oğul? Onun dikin bulmaya kalsa torgu çıkarasa bu mesajını mufkama. Gips bakaylı bu mesaj. 如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。